Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Avtori Erkin Sidiq. 8-kitob va uning avtori haqida. Men mazkur maqola uchun Amazondan setib olib foydalangan inglizcha kitobning ismi Diktatorlikdan demokratiyagacha bo'lib, uni 1928-yildan 2018-yillargacha yashagan Jenny Sharp apandi yozgan. Jenny apandi Amerikadagi Ohio shtat universitetining jamiyatshunaslik kasbida bakalavrlik va magistrlik unvoni elib, Angliyadagi Oxford universitetida siyosat ilmiy kasbining doktorlik unvoniga erishgan. U Yahudi millatidan bo'lib, butun umrini zo'ravonsiz kurash tadqiqoti bilan o'tkazgan. U Gandini ko'p tadqiq qilgan hamda dunyoga tangliq fizika olimi Albert Einstein bilan yaqin o'tgan. U Amerikada Albert Einstein institutini qurib, zo'ravonsiz ish harakatlarning tadqiqoti va tashviqoti bilan shug'ullangan. U bir mazgil Harvard universitetida professor bo'lib ishlagan. U 4 qitim Nobel tinchlik mukofotiga nomzod bo'lgan hamda 2012-yili shu mukofotga erishishga oz qolgan. U yana ko'plagan Amerika va xalqaro mukofotlarga erishgan. Mazkur kitob Jenny apandining 40 yildan uzunroq vaqt sarf qilib elib borgan tadqiqotining natijasi bo'lib, 2002-yildan 2012-yilgacha 8 qitim qayta nashr qilingan hamda 28 xil tilga tarjim qilingan. U 28 xil tilning ichida qirg'izcha, o'zbekcha va tibetcha bor. Uning xitoychasimi bor bo'lib, uni tordan haqsiz tushirib olg'ili bo'ladi. U tor adresini mushu qismning eng oxiriga yozib qo'ydim. Mening qo'limda yuqorqi kitobga o'xshash nihoyat tangliq inglizcha kitoblardan 5 ta kitob bor bo'lib, ularning hech qaysisi 160 betdan oshmaydi. Mazkur kitob 138 bet ekan. Oxirgi so'z. Cho'ng jihatdan elib aytganda, hozir chet ellardagi Uyg'urlar duch kelgan og'ir masalalardan mundaqlari bor. Birinchi, Xitoy hokimiyatining Uyg'ur siyosiy da'vo ishlariga buzg'unchilik qilish, Uyg'urlarning va Uyg'ur tashkilotlarining orasiga ziddiyat selib, Uyg'urlarni o'zaro so'qishtirib, shu orqali Uyg'urlarni parchalab yo'qotish ish harakatlari. Ikkinchi, ba'zi nodon Uyg'urlarning kurash nishonini zolim Xitoy hokimiyatiga emas, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash amaliy ish qilayotgan Uyg'ur tashkilotlariga qartib, faoliyatchilarning va tashkilot rahbarlarining irodasini ojizlashtirib, shu orqali Uyg'ur siyosiy da'vosiga putlakashang bo'lishi va cho'ng ziyonlarni selishi. Uchinchi, qalpig'i cho'ng, ammo ichi quruq, ismi cho'ng, ammo amaliy qobiliyati yo'q hamda Uyg'ur siyosiy da'vosi uchun hech bir zaruriyati va qimmati yo'q Uyg'ur tashkilotlarining to'xtamay qurilishi. To'rtinchi, nomi cho'ng, ammo amaliy qimmati yo'q yoki amaliy qimmati to'van Uyg'urlarning o'z ichiga qartilgan yig'inlarning ko'plab ichilishi, shu orqali Uyg'urlarning moddiy mablag'i va vaqti, zehnining og'ir darajada isrof qilinishi va Uyg'urlarni umidsizlantirishi. 5. Xeyli ko'p kishilar uchun millatim degan uqum mening kengaytilgan oilam bilan barobar bo'lib qoldi. Ular vatandagi ota-onasi yoki qarindoshlari yoki yaqin urug' tuqqanlar bilan pat-pat aloqalashib turib, ularning yo'qolib ketmaganligini millatim saqkan deb hisoblab, shuning bilan chet eldagi siyosiy da'vodan o'zlarini yiroq tutib yashayotdi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur jamiyatidan g'oyib qilingan 9 milliondak Uyg'ur ularning kallasiga zodila xotirlanmayotdi. Shuning bilan siyosiy da'voga kirgan kishilarning soni chet eldagi Uyg'urlarning 20danmi ko'p oz bo'lyotdi. Aksicha to'y, ko'ngil ichish va mehmondorchilik so'rinlari hamda dala o'ltirishiga o'xshash ishlarga keladigan odamlarning soni nihoyat ko'p. U yerda kayfiyat ustun va qizg'inlik yuqori bo'lib, shundaq so'rinlardagi kishilarni irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatning odamlari desa, boshqalar osonlikcha ishonmaydi. İnsanlarning ehtiyoji ularda qo'zg'atquchi kuch yoki maqsadni vujudga keltirdi. Maqsad bo'lsa, sharkatni vujudga keltirdi. Ehtiyoj yoki zaruriyat individuallarning va tashkilotlarning qanday qaror qilishini, qo'lida bor mablag'larni qanday ishlarga ishlatishni va qaysi sharkatlarni elib berishni belgilaydi.
Bizning bir qism nadan qeyrindaşlarımız mushundaq ish harakat ilmining oddiy qonuniyatlaridan bexabar holda bu sohadagi kasbiy bilimlarni bilmagan asosda o'zlarini yetarlik darajada tarbiyalamay, oldi bilan tashkilot qurib, uningga o'zlarini boshliq deb e'lon qilib, ondan qurgan tashkilot uchun ish izlayotidi. Hamda ko'pincha vaqtlarda o'zlari uchun yetarlik darajada qimmati bor ish topolmay, qurgan narsalarni nomi ulug' supurs quruq tashkilot sifatida saqlab mengayotidi. Undaq tashkilotlarni qurganning o'rniga do'qqa yordamlashib ish elib borsa, uning unumi va qimmati jiq yaxshi bo'lar edi. Ammo biz undaq qila olmayapmiz. Bizda hozir har yili o'xshamagan tashkilotlar tarafidan 30-50 kishilik yepiq yig'inlar ochilib turibdi. Ammo ularning ahamiyati va amaliy qimmati ko'ngil echish yig'ilishlarinikidan ancha yuqori emas. Ba'zida yig'inning temasi nihoyat cho'ng, amaliyoti bo'lsa tushgan ideyalar, ko'z qarashlar va fikr takliflarning ancha tayini yo'q, hamda ularning hech qanday xotirasi yo'q. Ya'ni maqolami yo'q, cho'ng ekranda ko'rsatadigan mazmuni yo'q. Yig'in oxirlashgandan keyinla u yig'in bilan munosabatlik hamma narsalar g'oyib bo'lib ketyapti. Ba'zi yig'inlarda burungi xizmatdan doklad yo'q, keyingi xizmatlar haqida plan tuzish yo'q, hamda hech kimga mas'uliyat berish yo'q. Shundaqla hech kimni mas'uliyatga tortishmi yo'q. Bundaq yig'inlar Uyg'urlar orasidagi eng rohat ishlarning biriga aylanib qelyapti. Qabiy Xitoy Kompartiya hokimiyatining sobiq rahbari Mao Zedongning mundaq bir gapi bor. İnqilab qilish, mehmon chaqirish, ziyofat berish emas. Agar Uyg'urlar qilayotgan ba'zi ishlarga ashuningga o'xshash ko'rsatma berishga to'g'ri kelsa, uni mundaq bayon qilish mumkin. İnqilab qilish, tashkilot qurib, qurilish murosimini rasm videolarga ilib, ashu rasm videolarni ijtimoiy taratqularga chiqarib qo'yib, shuning bilan bo'ldi qilish emas. İnqilab qilish, cho'ng qalpoqlar kiydirilgan yig'inlarni ichib, yig'in ko'rinishlarini rasmlarga ilib, ondan nihoyat ta'sirli xabardan birini yozib, u xabarga rasmlarni qo'shib, to'rlarga chiqarib qo'yib, shuning bilan bo'ldi qilish emas. Mazkur maqolada tushuntirilganidek, bir millatning o'zini qutuldirishida nihoyat kuchli inson apparatini barpo qilish nihoyat muhim. Ammo bir qism Uyg'urlar qilayotgan yuqorqidek ishlar undaq inson apparati qurish ishlar emas. Men o'zimning o'tir maktabga chiqqandan boshlab yashagan umrimdagi ishlar ustida ko'p o'ylanib, ya'ni Uyg'urlarning yaqinqi yarim asrning mobaynidagi ahvoli ustida cho'nqur o'ylanib, o'zimizning chiqish yo'li ustida izlanib, bizda hozir saqlanayotgan eng cho'ng masala millat saposi masalasi ekanligini his qildim. Aşı jihatdagi ahvolimizni yaxshilash yo'lida ikki qatim ba'zi ishni planlab baqqan bo'lsam-mu, ma'lum sabablar tufaylidan u ishni qila olmadim. Muvofiq bir paytda bu vaqtda men ayrim to'xtalaman. Buningdan keyin hozir yashayotgan 40 yosh va uningdan yuqori yoshdagi kishilarimizning saposini yetarlik darajada o'stirgili bo'lamdi yo'q, u vaqtda bir narsa deyish qiyin. Ammo Uyg'urlarning yangi avlodlarini yuqori sapoliq, yuqori insonlik sifati bilan tarbiyalab yetildirish bizning buningdan keyingi eng muhim vazifalarimizning biri bo'lishi kerak. Mazkur maqolada bu masalamo qisqacha o'tirib qo'yilgan bo'lib, men o'zimning kelgusida tayyorlaydigan maqolalarimning ba'zilarini yana maxsus mushu masalaga qaratishim mumkin. Biz millat uchun jinim pida, vatan uchun jinim pida deganga o'xshash gaplarni pat-patla anglab turamiz. Xudoyim buyursa, vatan millat uchun jonni pida qiladigan bir kunlar kelgusida cho'qim keladi. U kunlar kelishdan burun Xitoy mustamlikachilarning qo'lidan vatanni ozod qilish yo'lida chet elda elib berilayotgan kurashlarga vaqtimizni pido qilish, zihnimizni pido qilish va pulimizni pido qilish navbatdagi eng qimmatlik, eng ahamiyatlik va eng ulug' tanlashdir. Maqola tamom. 2023 yili 8 yanvar.